Assalomu alaykum. Hurmatli mijozlar, yangi ishxonamizda ish jarayonida boshladik. Yangi kontent qilamiz. Bitkillarni sotib, bemalol kiraverasizlar, bosaverasizlar. Kontent qanchada? Mashina qo'ysa qanchada tayyor bo'ladi? 3 soat olib ketadi. Ha, eskisini olib tashladi, yangisini bosib. Yangi bosib beramiz. Ana. 3 soatda javob. Bu garantiya qancha? 4 yil. 4 yil garantiya berasizlar. 4 yil garantiya beraman. Yirtib olishsa lekin o'zlaridan biz qilgan ishlarimizga, kilaylagan yamoq joylarimizga, tent yo'lib ketmaslikka garantiya. Bu kilayda bo'lganmi bu tent? Bu fenda bo'lgan. Fen. Zavodskoy fen. Zavodskoy fen. O gap yo'q. Manzil qayda? Manzilimiz ikkita joyda bor. Erkin postdan chiqqandan keyin yangisi Quyuqda 39-garaj, bitakda. Ha, 39-garajida. Assalomu alaykum. Damla bo'yicha o'kalar. Mana tentlarimizni oldini tayyorlayapmiz. Qo'lobba. Qarangchi. Assalomu alaykum. Nima gaplar? Nima yangiliklar bor sizda? Endi mana tonni 100%lik tenga o'tilgan 100% hamma yoqda ichkilari, tashqilari hamma to'la bo'ladi. Tentlarimizni, materiallarimiz sifatiga hammasiga garantiya bor. Kimda kim olib kelsa tent xizmatida 3 soat 3,5 soat deganda tentini yangilab beramiz. Mana boyaga yangiladik. Yangi tomlarimiz jarayon. Kimga kim shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon nomerlarimiz